Ang yangi komediyalik nadir asar Vali Saltan. Abduri Tursun To'xti To'xtiro'zi Shunqar. Birinchi qism. Men bo'lsam Janubiy Shinjongning eng chat bir yerisidagi Donoy Eriq mahallasi. Donoy Eriq degan gapni anglab kulgingiz keldi qachon. Mahallaning oldidan eqib o'tadigan agri-bugri chepilgan eriqmi, o'stangmi, ish qilib eriqdan cho'ngroq, o'stangdan kichikroq suv oqadigan bir joy bor. Ashu eriqqa qarabla bu mahallaga ashu ism qo'yilib qolgan chig'i. Esimni bilsam, ota-onam kichigimda o'lib ketib, bovam momamlarning qo'lida cho'ng bo'lgan ekanman. Keyin ularni o'lib ketib, ko'ch-ko'ylarda boshqalardan oshqan tashqanni yeb, qeqilib, so'qilib, asta-asta cho'ng bo'lib, bu yil ortiq kimi yo'q 26 ga kirdim. Haras. Sizlarga ismimni deyishni unutib qoptiman. Mening ismim Vali. Laqabimga kelsak, nima desam bo'lar? Ba'zilar meni beshimda tuk degan narsa yo'q, oxlayotgan yangyodek turg'unimni ko'rib, Vali Taz desa, yana ba'zilar mush yoshga kelguncha bo'ytoq yashayotganligimni ko'rib, Vali Saltan deb atishadi. Bo'ptilar. Qarab turib, o'zimni kamsitib, Taz deb atug'icha Saltan deb atab turay. Demagan bilan Taz degan laqamga qaraganda Saltan degan laqam xeyli chiroyli anglandig'i deyman. Balkim 26 yoshga kirguncha nemishqa o'ylanmagandi deb o'ylagan bo'lishinglar mumkin. Meningmi albatta xotinog'im yo'q emas. Ya bu xotin deganni mol bozorga beribla, o'roq semizligini tutib eqib, eg'izini yerib, tishiga qarab, qeyri yoshligini ayirib, satarmanning olqiniga natchini mushlabla, narqini etib setib olg'ili bo'ladigan qo'y kala yoki sar chuja og'andek gadinini qushlabla og'ili bo'ladigan narsa emaskan. Xotin elishning o'ziga tushliq yo'li. Xotin elish uchun yanchiqda puli bo'lishi kerak ekan. Menda shu faqat pul degan narsaning yo'qligidan mo'shindaq bo'ytoqchilikning azobini tatib kelyapman. Mo'sh yoshga kelguncha pul topolmay nima ish qilding da'vatamsizlar? Deb kelsam gap to'la. Aslida dadam rahmatlik mahalla ichidala emas, yezimiz bo'yicha nomi chiqqan qimorvozmish. Xeyli manman degan qimorvoz novchilarmi dadam bilan o'shiq etishib, yengilib qilib, bar besotidan ayrilgan ekan. Men tug'ilishdan 1 yil ilgari dadamdan talay omad yuz o'rib, elikidagi ro'zg'orni uttirib yetib, qoqsanam bo'lib ketgan ekan. Bechora dadam qo'ldan ketgan besotining ich og'irqida onam meni qo'rsoq ko'targili 6 oylik bo'lgan vaqtda yurak kesili qo'zg'alib o'lib ketgan ekan. Lekin onamning nima bo'lib o'lib ketganligi men uchun ta hozirgacha bir sir bo'lib kelmoqda. Ba'zilarning aytishicha, onam meni tug'ib qo'yibla, dadamning ich og'irqida o'lib ketganmish. Yana ba'zilarning aytishicha, dadam utirayotgan mol-mulklarni qaytarib kelaman deb o'ylagan onam dadam qoqsinam qilayotganlar bilan bir maydon qimorga o'zini tikib o'ynab utirayotgandan keyin meni ko'chaga tashlab yetibla, osh qimorvozga xotin bo'lib ketgan deyishadi. Lekin men cho'ng bo'lgan siri bundaq gaplarga ishonmaydigan bo'ldim. O'z onamning undaq vafosiz ayol ekanligiga ishonmaydim. Endi o'z gapimga kelib, nemishqa xotin ololmaganimga kelsam, janobi buzrukvar dadam qimor o'ynagan vaqtlarda xeyli ko'p kishilarga qarz bo'pti ekan-to'q. Men 15 yoshga kirgandan boshlab kishilarga oq qog'ozga qora siyoh bilan yozgan qarz hujjati degandek qizil suruq besilgan narsalarni ko'tarib kelib, dadam paloni chog'da mendan manch pul qarz olgan. 6 chorak bug'doyim bor edi. Men dadamdan bir inakning pulini utib olsammi, texi bermagan degandek gaplarni qilib, meni 3 vaqt tomoq bersalar, haqsiz ishlab beradigan chakiriga aylantirib olishgan edi. Men xat tonimg'ashqa kim qishimga kelib, bu dadam o'z qo'li bilan yezib bergan qarz hujjati deb ko'tarib kelsalar, shuningga ishlab beratdim. Ular bilan qarshilashsam,
manga popozi qilib, Ha, ma'qul amsa. Sen iki mo'shiqning o'z pushti turib, dadam o'z qo'li bilan yeziblagan dalil isbotlarni tinib olsam, seni sudga arz qilma. deb qo'rqitatdi. Sud degandan qandaq narsa ekanligini bilmasammi, cho'qim uning yaxshi emasligini bilaman. Hamda amalsiz ularning deginiga ko'natdim. 15 yaşımdan tatib taki 26 yaşımgacha dadamning qarzlarini to'lab o'tibdiman. Lekin u qarzlar tugaydigandek emas. Bir kuni menga gaplari qig'din o'ta sesiq, lekin ko'ngli yaxshi opiz navoy yo'lda uchrab qilib, birmu sesiq gaplarni qildi. Ey, aqli kajgisiga o'tib qolgan yangibosh dalta, ha? Onasining amchikini emas, jigisini emgan miyani go'y. Nimandak bo'yningning ustidagi qapoq kallarni ishlatmaysa deyman, ha? Nimandak ishlamaydi bu kallar? Ular dadangdan qarz olganda, ha? Qishida kimlar guvoh bo'lib ekan? Dapaqa. Bora qog'ozni ko'tarib kelganligi kishilarning hammasiga shunday bekor nimkor bo'lib ishlab yuramsa, ha? Mau mahaldagi tangchishlaringga bir qarab boqina, ha? Aha, o'ldirib saydigan xotindan birini elib, bolalarining cho'ngi maktabga, kichigi amchaki bordi. Hamda-chu, unda qog'oz ko'tarib kelganlarni ko'rsang, dadamning go'rga berib elib ol u qarzingni desang bo'lmamdi. Deb, menga bir hazo qaydi. O'ylab baxsam, uning degini to'g'ri ekan. 26 yoshga kirguncha qarz to'lab o'ltiraveribdiman. To'g'ri katikiga chog'liq turg'idek makonim yo'q. Xotin elish uchun avval o'ltirg'idek uying bo'lish shart bo'lg'ashqa, shunga hozirga qadar biror qizga to'ylish to'g'riliq eg'iz echmi baxmadim. Beshim toz bo'lgan bilan chiroyim xeyli qamlashgan bo'laman. Beshim soqa, peshonam doqa, ko'zim kichik, burnim panoq, eg'izim sal yo'g'on bo'lgan bilan qosh qapoqlarim xeyli joyda. Bir kuni qo'shnim Maysxonning uyida o'tin yerib o'ltirsam, abla Jo'voz meni chaqirib qoldi. Abla mahallimizda kichik adrat boshlig'i bo'lsa-mu, uning ota-onasi necha avlod Jo'vozchilik qilib o'tgan odam bo'lg'ashqa, Jo'voz degan laqab har vaqt ismining kayniga amro edi. Alijon, bormisan ey? Dedi abla Jo'voz meni chaqirib. Men uning ismimning kayniga jonni qo'shib chaqirishlardan hayron va has qilayotgan edim. Burunlarda meni ko'sila toz degan laqimimga bir necha eg'iz hazil chaqchaqlarni keltirib olmasa ketmaydigan abla Jo'vozning bugun nima sababdan meni mushundaq chaqirib qolganini bilmayli qoldim. U yenimga kelibla men bilan qo'l elishib ko'rishdi. Qachonli qarsa bir vaqtmak uchun haqqa nimkor bo'lib ishlab charchamadingmi sen ey? Bekor turg'ichi bekor ishlar debdikin, shunga ishlab qo'ydik aka. Sen bilan maslahatlashadigan muhim bir ish bor. Bana uyga. Abla mening qo'limni tortqinicha epmangdi. Farzimcha uning qilib bo'lmagan ishlari bada qiladi. Bo'lmasa uning men bilan maslahatlashadigan nima muhim ishi bo'lmoqchi edi. Meni hojati tushmagan bir odamning ta hozirgacha izlab boqqanini bilmayman. Abla Jo'voz men bilan qadinoslarda qo'lini gadinimdan o'tkazib mangdi. Ajoyib ish. Burunlarda meni 5 metr yiroqlikdan ko'rsimu. Voy, ko'nglimni ilashtirmay, yiroqroq mangna voy. Yangi boshlarsiz. Deb burnini tutib mangdigan bu holi yo'g'on o'g'ri bugun boshqachilik yaqinchilik qilib ketyotdi. Men uning uyiga kelibla, "Ha, qani aka, qig'idek nima ishing bor degina?" deb bo'g'icha u meni yasadaq uyga boshlab to'rga chiqirib, ostimga ko'p soldi. Ömrümde tunca qitim bunda katta iltifatlarga nail bo'lib o'tatdim. Birozdan keyin uning qoshliqini damdak etib olgan xotini birliganda o'g'ir chiqib turgan Petermanda ep kirdi. Necha vaqtdan buyon ha desali yobdan ichib, sag'iriyab, qo'rsug'im bir qitimmi obdaraq to'yib baxmag'ashqa, bir damning ichida legandagi mantini bekalab bo'lib, gart ikkini kekirvatdim. O'g'il akak. Dedi abla Jo'voz boshmaltig'ini chiqarib maqtab qo'yib. Mantidim yonmayotgansa, ha? Xohlasan bu uyda mangu qilib kundiman kelsa. Shirinlik mantlarga ses kekirib yashog'ing bordi, ha? Uning gapiga nima deb javob berishni bilolmay gangirabla qoldim. Mendek chapini tizidan oshmaydigan,
yo'qsizlik neri qochmaydigan yangyu kallini kim har kuni 3 vaqt manti bilan boqadi deysiz. Oy, gap qilmaysan-ku. Mantig'i bir vaqt eg'iz tiga tegmasda yenib qoldingmi ya? Men toz kallamni qashlig'inimcha duduqlab turib aran javob berdim. Mantidan yenib qoladigan o'g'aval emasman. Lekin hamda shu har kuni uyingizda bekorga manti yeyavasam, hamda shu sana hamda gapning postkalasini deymisan bo'lmadi. Qizim xalchamni bilasan-ku, ha? Shuning bilan chetib qo'yaymikin deyman-ku seni. Bu gapni anglab, cho'chib o'rnimda turib ketdim. Abla Jovozning qizi Xalcham bu yil 30 yoshlardagi, nervisi ojiz, chiroyi ba'ayni kovdek sapsariq. Ustixini kilangsiz, bir jup ko'ksi tarozining teshidek kindigida sangilab turadigan. Odamni ko'sila sat ejiyib, sho'lgaylarni iqitib, qarg'allarni saskandirdigan nayt g'alit sifat qiz edi. Endi eshib-teshib, ashu nervisi ojiz bayqushqa nesib bo'lib ketamanmi? Uni xotin qilish tugul, chiroyiga qarsimi, ko'ngli elishadigan tursa. Jahonda ayol zoti tugab ketgan holatdimi, uni ep yurmasmina deganlarni o'yladim. Voy bu chaqchaq qilyotmaydigan sen aka voy. 30 yoshga kirguncha chiqmay o'ltirib qolgan qeyr qizingni menga tang'amsam de. Ya nervisi ojiz bir qiz menga qanday xotin bo'lalasini? Gapimni anglab, abla Jovoz chachirab qopdi. Men qo'ng'amni yaratmay o'sirib o'ltirma. Qo'ng'am meni yaratmay o'sirib o'ltirdi deganda gap qilmag'in ey. Texi qizimni nervisi ojiz deb atapsa. Seningmi kalana tutidori yo'q. Paqirab tursa, senimi tasgan demay, beshini o'nshab qo'yadi olsam, nima hol bo'lsa, ha? Qizimning nervisi ojiz bo'lgan bilan 7 a'zoyi saq. Bir erning o'tsidan o'bdala chiqalig'uchilik bor. Sendek bir vaqtni topsa, bir vaqtqi yo'q. Kak saltan o'g'rining keyingi turmush kaparatiga ega bo'lg'ay deb bu gaplarni davatmayman. Sen Xalcham bilan to'y qilsam, sana bir mo'chan to'yliq demayman. Mana ish kuyug'ul bo'lsa, menda o'ltirdigan uyimni mendim bo'ladi. Yeydigan ichidig'iningdan qilchilik ham qilmaysa, men deydiganni dedim. Qag'inni o'zim obdaroq o'ylab baq. Sen bunda xotinni kunduz chiroq yiqibmi, hech yerdan topolmaysan, jumadab qo'y. Men gap qilmayla o'rnimdan turib chiqib ketdim. O'zimning buningdan keyingi turmushimning kapolatga ega bo'ladiganini o'ylasam, ma'qul da'vatkim keldi. Lekin Xalchamning ash ko'rimsiz turqi yodimga yetishi bilan tang butun badanim atikallashib ketdi. Ishkitoyim bo'lib ko'chaga chiqib, abla Jovozning muning gapi yodimga yetib, erlik eslarim qo'zg'alishga boshladi. Qizimning nervisi ojiz bo'lsa-mu, 7 a'zoyi saq. Bir erning o'zidan o'bdala chiqamaydi. Abla Jovozning bu gaplarini anglab, ichimga o't kirgan edi. Elimo yerim umrim degidek bo'ytaqchilikda o'tibdi. Halimni ustin qilib, xeyli qiz jo'kanlarga ko'z tashlab baqdim. Boshqalar soyiqibmi baqdi. Yeydigan rizqim kangri bo'lgan bilan, mushu xotin haqning ishiga kelganda rizqim qisib qelyotdi. Yana endi bu Xalchamni daldo ishlab yaratmay qo'ysam, umr bo'yi xotin haqning qo'lining uchini tutamay o'tib ketadigan o'xshayman deganlarni o'yladim. Xiyol ekranimda necha yilning oldida yuz bergan ishlar kino ekranidek bir-birlab o'tishga boshladi.